Sizlarga endi shu modelni obzor qilib beraman. Bu 5 tali Victoria's Secret. Qaranglar, o'zini shunaqa sorochkasi bor. Qora bo'lgan bilan o'zini tigrovkasi bor-da. Qora kачествоsi shunaqa zo'r, premium качестводagi showk. Qizlar, buni eng chiroyli tomoni, buni orqa tomoni. Hozir mana ko'rsataman, qaranglar, orqasi mana kiyganingizda mana shunaqa bantik bo'lib boylanadi, belinglargacha ochuv bo'ladi. O'rtada o'zini mana shunaqa gipyurlari bor. Ko'rasizlarmi? Shunaqa chiroyli, ishoninglar qizlar, bu novinka model. Mamatlari bantik qilib boylanadi. Bu qaranglar, bu sorochkasi, mana sizlarga ko'rsatayotganim. Keyin o'zini shunaqa maykasi bor. Mana qaranglar, maykasini shim bilan kiyg'izib qo'ydim. Shimi ham uzun, kачествоsi shunaqa zo'r. Mana toshlari to'kilib ketmaydi qizlar. Buni ham orqasi mana shunaqa bantik qilib boylanadi, ko'rasizlar? Shunaqa chiroyli, mana вообще asal model. O'zini shortiki bor, mana shortikini ko'rasizlarmi? Teylari ham вообще chiroyli, необычный ishlangan. Keyin o'zini shunaqa xalat. Xalatini qaranglar, qizlar, kimono xalatda, mana yenglari ham keng ishlangan, mana sizlarga ko'rsataman. Mana orqa tomon. Orqasini ko'rasizlarmi? Katta o'zini Victoria's Secret toshi bor. Kачествоsi shunaqa zo'r qizlar, ishoninglar, premium качестводagi showk qizlar. Mana bu 5 tali model qizlar. Bemalol mana xohlasanglar maykasini shortik bilan xohlasanglar, shimi bilan kiysanglar bo'ladi. Qizlar, shimini tegi ham mana xuddi shortiki bilan bir xil, mana ko'rasizlarmi? Gipyurlarni вообще chiroyli, materialini ko'rasizlarmi qizlar? Atlas emas buni materiali, buni materiali showk qizlar. Mana o'zini sorochkasi ham. Sorochkasi ham вообще необычный qizlar. Mana hali 5 talilarda bunaqa model kelmaganda.